Bu videodan keyin siz aniq saqchisiz yurmaysiz. Agar siz har kuni saqich chaynasangiz, tanangizda nimalar sodir bo'ladi? Birinchidan, miyangiz tezroq ishlay boshlaydi. Chaynayotganingizda miyadagi qon aylanishi 25% ga oshadi. Bu esa xotira yaxshilanishi, reaksiya tezlashadi va diqqatingiz oshadi. Ikkinchidan, stress darajasi kamayadi. Haqiqatan ham saqich kortizol darajasini muvozanatlashtiradi va hatto eng asabiy paytda ham o'zingizni xotirjam his qilasiz. Uchinchidan, ishtahani jilovlashga yordam beradi. Miya sizni ovqatlanyapti deb o'ylaydi. Aslida esa shunchaki chaynayotgan bo'lasiz. Natijada shirinliklar va bekorga tamaddi qilish istagi kamayadi. To'rtinchidan, tishlar uchun kutilmagan foyda. Shakarsiz saqich kariyesga qarshi kurashadi, tish emalini tozalaydi va nafas olishni osonlashtiradi. Beshinchidan, kayfiyat yaxshilanadi. Siz shunchaki saqich chaynaysiz, organizmda esa butun bir yoqimli reaksiya zanjiri ishga tushadi. Kuniga 2-3 marta har safar 10-15 daqiqadan saqich chaynash yetarli. Har doim shakarsiz saqich tanlang, bu tishlar uchun xavfsizroq. Shakarsiz saqichni qayerdan olaman deb o'ylayapsizmi? Unda palpi, mutlaq shakarsiz.